Sharqiy Turkistonda bexatarlik tadbirlari qattiq ching'itildi. 10 ayning 18 kuni echiladigan Xitoy Kommunist partiyasi 19 qurultiyi harpisida Sharqiy Turkistonning har qaysi rayonlarida bexatarlik tadbirlari qattiq ching'itilgan. Qurultay harpisida qo'llangan bexatarlik tadbirlarining biri bo'lsa, Maralbeshi tumshuq tekshirish punktiga yangidan bir xil tekshirish uskunasi o'rinlashtirilganligi. Bu xil odam badanini tekshirish uskunasi odatdagi tekshirish uskunalaridan aniqlik darajasi yuqori ekanligi. Bir odamning badanini to'liq tekshirishga faqat 10 sekund vaqt ketadiganligi xabar qilingan. Xitoy Sharqiy Turkistonga bu xil uskunadan 10 ni kirgizganligi, boshqa 9 tekshirish uskunini qaysi o'rniga o'rinlashtirilganligi xabar qilinmagan. Xitoy tajovuzchilari dehqonlarning yerlarini qayta tizimlashga boshladi. Yezilardagi huddi yerlarning huquq tavallikini bekitish uqtirishini e'lon qilib, bundan keyin terilgan yerlarning dehqonlarning muqim mulkiga aylanadiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Sharqiy Turkistonning janub va shimolidagi yezilarda dehqonlarning yerlarini qayta tizimlash ishi jiddiy davomlashmoqda ekan. Bir qism rayonlarda dehqon chorvachilarning yerlari shaharni kengaytish, yangi taraqqiyot rayon qurilishi nomi bilan dehqonlardan azam bahoda tortib olinib Xitoy fuqarolariga berilmoqda ekan. General Donford Xitoy 2025-yildan keyin Amerika uchun cho'ng tahdidga aylanadi dedi. Amerika armiya shtab boshlig'i General Donford ikkinchi qitim shtab boshlig'i bo'lib vazifaga tayinlanish uchun Kengash palatasining xizmatlar komitetida savollarga javob berib, Shimoliy Koreya hozir Tinch okean rayonida Amerika uchun eng cho'ng tahdid hisoblanadi. Xitoy bo'lsa 2025-yildan keyin Amerika uchun eng cho'ng tahdidga aylanadi deb javob berdi. Shimoliy Koreya Tashqi ishlar ministri Yongho Amerika aeroplanlarini etib tushirayotganligini aytdi. Yongho Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning o'tgan hafta BDT umumiy kengash yig'inida Shimoliy Koreyaga urush e'lon qiladiganligini bildirib mundaq dedi. Amerika aeroplanlari havo tavallikimizga kirmagan taqdirdami bu aeroplanlarni etib tushirib o'tish haqqimiz bor dedi.